Hop, boya aytganimdek, bugun sizlar bilan fe'llar tuzlanishini o'tamiz. Fe'llar tuzlanishi yo'lda ko'rdim sizga. Men uni yozib Telefoningizda ko'ra olasizmi? shu videoga olganlarida uyga borib ochib kelaman. Yo'q, hozir telefoningizda ko'ra olasizmi? Ochkisiz ko'ramanlarda. Ochkingizni olib keldingizmi? Men kelmayman kuta olmayman. Siz kelgan darsga yurib chiqib keldim. Vaqtinchalik xatda shunaqa ko'zimni kaptirib qo'yganda qo'ychiga. Ko'rmaydi xatlarda. Tushunadi. Bunda video ko'ra olasiz. Hop, demak bugun fe'llar tuzlanishini o'tamiz. Fe'llar tuzlanishi nima? Fe'llarni egalariga nisbatan o'zgarishi. Tushunarli? O'zbek tilida misol uchun fe'llar o'zgaradi. O'tgan safar aytgandek, misol uchun men yashayman, sen yashaysan, u yashaydi. To'g'rimi? Bitta yashamoq fe'li men, sen, uga har xil o'zgaradi. Nemis tilida ham xuddi shunaqa o'zgaradi. Zum Beispiel, demak, sein fe'lidan boshlaymiz, bo'lmoq fe'lidan. Bu boshqacha o'zgaradi, to'g'rimi? Ishga nisbatan ish tarjimasi berdim. Men. Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu degani misol uchun men o'qituvchiman demoqchi bo'lsam, ich bin ishlataman. Tushunarli? Endi sen o'quvchisan demoqchi bo'lsam, du bist bo'ladi, to'g'rimi? Du bin bo'lmaydi. Yoki du ist bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi u deylik misol uchun sotuvchi demoqchi bo'lsak, ist bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bunga nisbatan ist ishlatiladi. Misol uchun biz deylik, biz studentmiz demoqchi bo'lsak, wir sind Studenten, to'g'rimi? Biz talabalarmiz. Demak, fe'llarni tuzlanishi. Haben, bor bo'lmoq. Haben fe'li demak, ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr hat, sie haben ko'rishda tuzlanadi ekan. Zum Beispiel, menda farzandlarim yo'q degan gap. Ich habe keine Kinder bo'ladi, to'g'rimi? Fe'l har doim ikkinchi. Ich habe keine Kinder. Qiymasa, ich bin keine Kinder bo'lmaydi. To'g'rimi? Bin o'zi nima degan? Bo'lmoq. Menda gap bo'lmay qoladi, xullas. Tushunarli? Fe'lni joyiga qo'yish kerak. Endi du hast, misol uchun, zwei Kinder. Senda ikkita farzandlaring bor, to'g'rimi? Hat ein Kind. Unda bitta bolasi bor, qaranglar. Hat ein Kind deyman, kinder demayman. Chunki bittaga nisbatan birlikda ishlatiladi. Kinder bu bolalar. Kind bu bola. Tushunarli? Hat ein Kind. Der deganda lat so'z qo'shilgan bo'ladi, shuni kinderda. Kinderda ko'plik bo'ladi. Tushunarli? Endi ketdik. Arbeiten, ishlamoq. Ich arbeite, du arbeitest, sie es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Bu tushunadi, to'g'rimi? Misol uchun, men o'qituvchi bo'lib ishlayman degan gap qanaqa bo'ladi? Ich arbeite als Lehrer. To'g'rimi? Endi du arbeitest als Verkäufer. Zum Beispiel, ja? Sie arbeitet als Verkäuferin, misol uchun. Ya? Ayol kishiga nisbatan in qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, arbeiten fe'li tuzlanishi misol uchun. Wir arbeiten zum Beispiel was? Schauspieler. Ya'ni biz aktyor bo'lib ishlaymiz, ya? Demak, arbeiten fe'li. Machen ni o'tganmidik? Machen qilmoq degani. Ich mache, du machst, sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen bo'lib tuzlanadi. Misol uchun, men bitta praktika qilyapman degan bo'lsak, ich mache ein Praktikum. Tushunarli? Ich mache ein Praktikum. Du machst ein Praktikum. Tushunarli? Macht ein, zum Beispiel, Ausbildung. Ja? Und ketdi. Misol uchun, wir machen zusammen Picknick. Nima degan? Zusammen so'zi tarjimasini berdi? Hayır. Zusammen, birgalikda. Biz birgalikda piknik qilyapmiz. Qilmoq, tushunarli? Ketdi. Yashamoq. Wohnen. Deylik, ich wohne in Angre. Ja? Zum Beispiel wohnt
Zimashpil in Tashkent. Shahardan oldin in qo'shiladi har doim. Tushunarlimi? Endi Leben. Ikkalasi ham yashamoq farqi nima deydigan bo'lsak, Wohnen ko'proq yashash joyiga ishlatiladi. Leben yashash tarziga. Aytganim nima? Leben yashash tarziga ishlatiladi. Misol uchun, men yolg'iz yashayman demoqchi bo'lsak, ko'proq Lebenni aytamiz. Ich lebe allein. Yo'q, u ham xato emas ekan, to'g'ri. Tushunarlimi? Ich lebe allein yoki wir leben zusammen. Biz birgalikda yashaymiz, to'g'rimi? Yoki Sie lebt geschieden. Ular ajrashgan holda yashaydi. Tushunarlimi? Xullas bu yashash tarziga nisbatan. Misol uchun, ich lebe glücklich. Men baxtli yashayman. Xullas hammasi fe'llar tuslanishi bo'lyapti. Fe'llar tuslanishida mana bu ikkita fe'ldan tashqari, mana shu ikkalasidan tashqari qolgan hammasida bitta qoida ishlayapti, to'g'rimi? Qanaqa edi? En qo'shimchasini olib tashlaymiz va bunga nima qo'shamiz? Bunga st bunga bo'zi bunga t bunisi o'zi. Ya? Qolgan fe'llarni shu ko'rinishda tuslab ishlatib ketaverasizlar. Tushunarlimi? Qanaqa fe'l bo'lsa, tuslab mana shu ko'rinishda ishlataverasizlar. Tushunarlimi? Hop, buni yozib oling. Hamma yozib oldimi? O'chiraveraymi? Hop, endi tushuntirishim kerak yana boshqa narsani. Oliy rasmga. Ha? Videoni kechga o'sha tashlab qo'yaman. O'chiraveraymi? Xo'p, endi biz mana bunaqa savol o'rgandik, to'g'rimi? Wer ist das? Nima degani bu? Bu kim? Ya, bu kim? Bunga qanaqa javob berardik? Das ist zum Beispiel mein Vater. Endi bu yangilik. Bu mening dadam. Tushunarli? Xo'p, endi biz o'zbek tilida ham shunaqa savollar bor. So'roq so'zli savol bor. Bu kim? Keyin bu seni otangmi degan savol bor, to'g'rimi? Nemis tilida ja nein frage deyiladi. Mana bu v frage, ya'ni so'roq so'zlar bilan boshlanadigan savollar. Wer kim bilan boshlanadi? Endi ja nein frage bor. Har yoki yo'q deb javob beriladigan savollar. Buni qanday tuziladi? Buni mana bu gapni o'zidan tuzadi. Ya'ni fe'l oldinga o'tadi. Fe'l oldinga o'tib qanaqa bo'ladi? Ist, das, mening bo'lmaydida, sening bo'ladi. Dein Vater. Bu degani bu sening otangmi? Rostdan yana ifodada ha yo'q deb javob beradigan savol, to'g'rimi? Bu sening otangmi desa, ha yoki yo'q deymiz. Ya? Javoblar qanaqa bo'ladi? Ja, das ist mein Vater, ja? Mein Vater. Okay, nein. Das ist mein Bruder, sagt er. Nima degani Bruder? Ukam. Ukam, ja? Hop, endi shunga o'xshagan sening degan. Ha? Dein. Dein? Ha. Mein mening, dein sening. Tushunarli? Mein mening, dein sening. Endi